Sho'rchi tumanidagi 23-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida "Yoz o'tmoqda" so'z dasturi doirasida amaliy seminar tashkil etildi. Mazkur tadbirning asosiy maqsadi yozgi mavsumda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar uchun xavfsiz, mazmunli va sog'lom muhit yaratish, ta'lim-tarbiya jarayonini yanada takomillashtirish hamda ilg'or tajribalarni ommalashtirishdan iborat bo'ldi. Tadbir davomida ishtirokchilarga tashkilotda yaratilgan shart-sharoitlar, bolalarning kun tartibi, sog'lom ovqatlanish tizimi, ochiq havoda o'tkazilayotgan mashg'ulotlar haqida qiziqarli o'yinlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonlari namoyish etildi. Shuningdek, bolalarning jismoniy faolligini oshirish, ularda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi. La alegría Macarena, Macarena. Çile bir yaşlık çağımda. Bolorma sen yurishdan to'xtama O'zbek. Amerika, mana O'zbek publika. Yozgi mavsumda sanitariya-gigiyena talablariga qat'iy amal qilish, bolalar xavfsizligini ta'minlash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda har bir tarbiyalanuvchining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish masalalari muhokama markazida bo'ldi. Seminar yakunida ishtirokchilar tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalar asosida maktabgacha ta'lim tizimida yozgi ishlar samaradorligini oshirish yuzasidan tegishli tavsiyalar berildi.